Albatta har bitta sonimizni bitta qo'shmasak bo'lmaydi. Keyingi iqtibosimiz Talebdan, Nasim Taleb. Bu iqtibos emas, lekin men buni iqtibosga aylantirib oldim. Baxtiyorlik konferensiyasiga bordim. Tadqiqotchilarni, olimlarni hammasi juda ham baxtsiz edi. Shu voqeani aytib beryapti-da endi. Prokurorskiy Kravat kitobida kelyapti. Baxtiyorlikni muhokama qiladigan, baxt haqida gapiradigan kitoblar ham bor. Men o'zimda ham bor 2-3 ta kitob. Baxtlilikni ximiyaviy formulasi, baxtiyorlikni psixologik, nevrologik asoslari. Bu bizga nimani o'rgatadiki, bir narsani tushunishingiz yoki unaqa demaylik, bir narsani bilishingiz siz o'sha narsa sizda borligini bildirmaydi. Bir narsani bilishingiz o'sha narsani qila olishingizni bildirmaydi. Va bir narsani nomini bilishingiz o'sha narsani tushunishingizni bildirmaydi. Bir narsa haqida ko'p gapirishingiz o'sha narsa sizda borligini bildirmaydi. Mana shu. Ya'ni endi yoyamiz, misollar bilan tushuntiramiz. Odatda bir narsasi bor bo'lgan insonlar u haqida ko'p ham gapiravermaydi. Kuchi bor odam, men kuchliman, men kuchim ko'p deb o'zi bilasizmi, mana kuchim deb demaydi. U kuchini o'sha bor joyda ishlatadi. Puli bor odam pul haqida ha deb ham gapiravermaydi. Shu pulni o'zini joyi bor ishlatadigan, ajratadigan, o'sha yerga ajratib qo'yaveradi. Puli yo'qlar eng ko'p gapiradi pul haqida. Bu ham iqtibos, birga gaplasharmiz. O'zini baxtli qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan odamlar rasmlar bilan, sayohatlar bilan, ovqatlari bilan mana ko'rib qo'ysin. Mana qarang-da, bir odam restoranga bordi. Tushunmayman, bordingiz, sayohatga bordingiz. Ko'rvas. Yoqyapti sizga. Shu momentni maza qilyapsiz shu momentda. Va bir tuyg'u bor, shu bo'lishib qo'ying tanishlarim bilan, oilam bilan. Bu tushunarli. O'zingiz yaqinlaringiz 100 ta 150 ta odam bo'lishi mumkin o'zog'i. Bo'lishib qo'ydingiz. Mana qaranglar, yaxshi bo'lyapti, maza qilyapman. Shu momentlarni eslab qolish uchun qildingiz. Bunaqa insonlar ham bor. Va ikkinchi toifa insonlar bor. Mana shu joyga borsam juda zo'r Instagramli rasm chiqadi. Mana shu joyda ovqatlansam juda zo'r rasmli, istoriyali joyi bor. Doim ko'ramiz. Qo'ymasa bo'lmaydi. Qo'yish uchun boradi. Va eng ko'pi, eng qizig'i, ko'pi ular begonalar. O'shalarning oldida galochka deymizmi? Galochka, ana bu ham, u ham zo'r ekan, bu ham bir odam ekan, ya'ni bu ham bir joylarga borib dam yuribdi degan narsani olish uchun qilinadi. Demak, tashqaridan hurmat, tashqaridan e'tibor talab qilinyapti. Nimaga? Men kerakman, men borman degan tushuncha uchun. Nega tashqaridan xohlanyapti? Siz qachon chanqaysiz? Ichkarida suvingiz kamayib ketgan paytda. Inson tashqaridan bir narsa kerak bo'ladi, ichkarida shu narsa bo'lmasa. Inson ichkarida o'zini hurmat qilmasa, tashqaridan hurmat izlashni boshlaydi. Ichkarida hurmat qachon bo'lmaydi? Buning sabablari ko'p, iqtiboslarda gaplashganmiz. Tashqaridan hurmat bo'lmaydi chunki inson o'zini kimligini juda yaxshi biladi. Ya'ni hech narsasi yo'qligini biladi. Yo'q, meni narsam bor, mana odamlar aytib turibdi-ku degan narsa unga tashqaridan kerak bo'ladi. Bir pichoqqa egulik, arzlik narsasi yo'qligini o'z-o'zini biladi, bir narsani qoyillatmaganini biladi. Yoki aslidan kattaroq ko'rinmoqchi bo'ladi. Ana shunda u tashqaridan unga hurmat kerak bo'ladi. Ichkaridagi hurmat yo'qlikni belgisi bu. Va ana shu momentda insondan bilsangiz bo'ladiki, bor deb maqtanayotgan narsasi unda bo'lmaydi. Shuning uchun ham. Mana meni ko'ringlar qancha pulim bor. Yo'q ekan. Pul jimlikni yaxshi ko'radi. Mana qaranglar, men qanaqa baxtliman, qatliga boryapman. Yo'q ekan. Ostan baxtli bo'lgan edi, o'sha momentda yashayotgan bo'larding. Men qanaqa yaqin do'stlar aslaradi, ha deb ham yoqqa reklama qilaverilmaydi. Shuning uchun ham baxtiyorlar konferensiyasiga borganda, baxtlilik haqidagi konferensiyaga borganda baxtsizlarni ko'rgan.
bir narsa haqida ko'p gapirish u bor qilib qo'ymaydi u narsani. Bir narsa haqida ko'p ko'rsatish, bilish ham bir narsani u narsani sizda bor qilib qo'ymaydi. Afsus. Bo'lganda qaniydi bir narsani gapirganimiz uchun bizda bor bo'lib qolsa, mana hozir men shuncha iqtibos gapiryapman, buni orqasidan aqlli bo'lib qolsam qaniydi? Juda ham oson-ku bu. Yashash ham qiynalish ham kerak bo'lmasdi. Odatda 4 ta iqtibos qotdik. Bugun bonus iqtibos, 5-iqtibos. Yo'lga ketayotganda esimga tushib qoldi bu Seth Godindan. Sankostga 60 dan sovg'a deb qara. Sankost bu o'tib ketgan, cho'kkan degani o'zi, cho'kkan kost. Cho'kkan qaytarib bo'lmas xarajat. Qaytarib bo'lmas xato desak bo'ladi. Qaytarib bo'lmas xato. Ya'ni 60 da bu bo'ldi shu ish. Misol uchun menga bir yozib qolishadi. Bolalar 20 yil umrim bekor o'tdi. Men qanaqa joyda yurdim yoki 30 yil umrim bekor o'tdi. Men qanaqa qildim yoki shuncha yil til o'rganmadim. Menda aqlim kirdi deb yozishadi. Endi nima qilay deb yozishadi. Sezilib turadi afsuslanganlik. Bu iqtibosni tanlashimga sabab o'zimda ham bo'ladi bu tuyg'u. O'zimda ham deyman, 30 yil umrim o'tib ketdi. Men ishlarni qilmadim deb qo'yaman endi o'zimga o'zim. Hammada bo'ladi, biz ham odammiz. O'sha iqtibosda mana shu Seth Godinning mana shu gapi esimga kelib qoladi. Bugun ham keluvdi, shunga mana shu iqtibos qo'shib yuboraylik dedim. Buni nima yechimi nima desa, bu o'sha shu kungacha bo'lgan to'liq hamma umringizni 60 dan sovg'a deb qabul qilasiz. Amor Fati Navvati gaplashuvdik bu iqtibosni, lekin bu yana sovg'a formatida yana ham tushunarliroq, osonroq bo'ladi. Bu nimaga o'xshaydi? Bu bir nechta misol beraman. Birinchisi, bir joyga sizni qorningiz ochiydi, bepulga keling deyishdi, restoranga chaqirishdi. Restoranga chaqirsangiz, pitsa berishdi, pitsani yarmi yeyilgan. Endi u tekinga keldi sizga sovg'a, yarmi yeb qo'yilgan. Xafa bo'lishingiz mumkin. Qolgan yarmi qani buni deb. Eng qizig'i qanaqa yeyilgan aytaymi? O'rtasini yeyishganda faqat tashqarisini xamirli joyi qolgan. Ye qana o'rtasi deysiz-da, eng shirin joyi. Lekin sovg'a deb qarasangiz bunga shu ham yo'q edi-ku. Hech bo'lmasa shu bor-ku. Yoki ba'zan mana anaqalarga borasiz. Kompyuterxonaga borsangiz yoki PlayStation'larni ochsangiz, o'yinda qaysidir joyga kelingan bo'ladi-da. O'yinni boshlaysizmi GTA'da, misol uchun biz yoshligimizda o'ynaganmiz. Kelgan joyida haligi qahramonni puli yo'q, mashinasi yo'q, uyi yo'q, hech nimasi yo'q, lekin shu joygacha kelib qo'ygan. Sovg'a deb qabul qilaverasiz. Shu turgan joydan. Yoki sizga mushuq patarka qilishdi. Iplar, skar, yag'ar, ikkita tirnog'i singan, ikkita mo'ylovi qayrilgan, bittasi bu tomondan yo'q. Mushuni o'zi bor-ku, sovg'a-ku. Qolgan joyi mayli kamchiliklari bor bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zingizni hayotingizni o'zingizga sovg'a deb. 20 yil bekor o'tib ketdi, mayli. 30 yil bekor o'tdi. Men izohlarda adashmasam o'qib qoldim. 50 yil bekor o'tdi, mayli. Lekin qolgani bor-ku. Ya'ni tasavvur qiling, shu yarmidan ko'pi yeyilgan pitsa keldi sizga. Qolgan 20 yili sovg'a sizga. Qanaqadir yomon odatlar bor, qanaqadir yashalgan va davr bor, shug'ullanilmagan, o'zingiz ishlamagan, vaqtingizni bekor o'tkazilgan. Lekin u sovg'a bo'lib keldi. Tasavvur qiling, mana hozir tug'ildingiz. 30 yosh bo'lib tug'ildingiz yoki 20 yosh bo'lib tug'ildingiz. Imom Navaviy 40 yil, 40 yil yashaganlar. Sizlar ham ko'p yashamagan, 50 ga borganmi, bormaganmi, juda kam yashagan. 40 yil, 30 yil sovg'a bo'lib keldi qo'shimcha. Noldan boshlamayapsiz, shu 20 yoshdan boshlayapsiz. Ozgina hayotiy tajriba bilan bir nimalarni bilasiz, kimlarnidir taniysiz. Chaqaloq bo'lib boshlamayapsiz, 20 yoshli yigit bo'lib boshlayapsiz. Shunaqa deb qabul qiling. Sovg'a deb qabul qiling. Shunaqa o'taman deyman ham o'zimni. Yo'qsa siqilib qoladi odam. Umrim bekor o'tdi desa, bekor o'tdi, asvo bo'ldi deb. O'shanga mana shunaqa iqtibos endi bundan keyingisini bekor o'tkazmayman degan motivatsiyaga sabab bo'ladi. Bugun savol javob qilmadik. Iqtiboslarni o'zida to'xtadik. Rahmat 31 ta sonigacha ko'rib kelayotganingiz uchun. Sog' bo'ling.